Bu yerda mana yaxshi niyatda mashina olib qo'ydik ustozga. Keling shuni ustozga bir syurpriz qilib sovg'a qilsak. Ustozga rosa yozsa kerak, nima deysizlar? Ustoz ham shu yerda o'tiribdi. Kakraz o'sha bora bir xursand qilamiz. Keling. 5 davlatga, 5 xohga. Ustoz sormang. Assalomu alaykum. Yutalib kesamanmi? Ustoz, sizga bir arzimagan sovg'amiz bor edi. Shogirdlar nomidan. Mana shuncha narsa o'rgatdi, shogirdlikka oldingizmi? Kelingmi sizga bir arzimagan sovg'ani ko'rsatib qo'ysak? Yuring. Achib nechamiz ustoz? Ko'z yumamiz? Ko'zim yo'q. Syurprizda bu. Ketdik. Ustoz, marhamat. Bu moshincha mengami? Sizga ustoz. Rahmat shogirdlarga, men yaxshi ko'raman. Xursand qildilar meni. Siz yig'layapsizmi? Yo'q, rahmatli bobom esimga tushdi. Qani haydab ko'rayotgan mashina. Yuring. Ustoz sasli ko'ra qo'yding? Sen haydash bilasanmi? Yo'q. Bo'lmasa jim ket. Rostanda ustoz sasli ko'ra qo'yding? Sen haydashni bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Bo'lmasa qisib ket. Ustoz to'g'rida asosiy kiroq haydang. Kir ketmaylik ana. Sen haydashni bilasanmi? Bilaman. Bo'lmasa ayt, u qanday to'xtatadi buni? Xo'sh ustoz, moshincha yo'qdimi? Ha, rahmat, zo'r. Yoqdi menga. Baraka topinglar. Sizlardan faxrlanaman. Rahmat mayli-ku, ustoz. Mana bu rahmatli bo'yingiz bir eslab kelsangiz. Mayli. Nima edi bu? Avtokredit 48 oyga 7 milliondan. Ya putala shogirdlar.